2024 va 2025-yilda eng trendda yurgan ranglardan bittasi qaysi? Fikringizni izohlarda qoldiring. Men sizga ungacha yangi mahsulotimizni obzor qilib beraman. Ko'rib turganingizdek, sizlarga aytib o'tgan mahsulotimiz Tiffany rangda ishlangan Billpro brendidan 8869 modeldagi fenimiz bo'ladi. Fenimizning dizaynlariga alohida e'tibor berishingiz mumkin. Juda ham chiroyli ko'rinishga ega. Bu sizlarga JRL dizaynini eslatadi. Bundan tashqari fenimiz 2 xil оборот va 2 xil issiqlik оборотiga ega. Birinchi оборoti 2000 watt bo'lsa, ikkinchi оборoti 2400 wattgacha ko'tariladi. Fenimizning spiral qismiga ham alohida e'tibor berasizlar. Spirallari juda ham sifatli spiral ishlatilgan. Bu sochinglarning ildizini quritib yubormaslikda juda ham katta rol o'ynaydi. Bundan tashqari orqasidagi setkalari ham juda ham mayda va sifatli metallda ishlangan bo'ladi. Shnurlarga keladigan bo'lsak, shnurlari ham juda ham qalin va sifatli shnur ishlatilgan. 2 metr 70 santimetrgacha bo'ladi. Fenimizning komplektida 2 xil nasatkasi bor. Soch quritish uchun va soch ukladka qilish uchun mo'ljallangan sifatli plastmassadan tayyorlangan nasatkalar ham chiqadi. Agar fenimiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, kommentariyada Billpro so'zini yozib qoldiringlar. Fenimiz to'g'risidagi to'liq ma'lumotni sizlarga yozib qoldiramiz.